Longrich kompaniyasida juda katta daromadlar bor. Bu daromadlarni olish uchun обязательно sistema orqali harakatlanish kerak. Kompaniyaga bepul ro'yxatdan o'tasiz hamda 360 ming so'mlik mahsulot xarid qilasiz. Bu dollarda $30 tashkil etadi. Endi siz Longrich kompaniyasiga nima maqsadda keldingiz? Agarda sizni maqsadingiz 5 diamond bo'lib, pensiyaga chiqish bo'lsa, mana shu tizim orqali, sistema orqali harakatlanadigan bo'lsangiz, juda ham sizda rezultat zo'r bo'ladi. Buning uchun o'zingiz birinchi liniyangizga 5 ta shaxsiy hamkor taklif qilasiz va hamkorlaringizga ham 5 tadan odam olib kelishni aytasiz, o'rgatasiz, shu sxemani ko'rsatasiz. Ya'ni bu yerda просто tak vaqt ketkazib yurish kerak emas. Действительно sizga katta pullar, katta daromadlar kerak bo'lsa, atigi 5 tagina odamingizni olib kelib, o'sha insonlaringiz bilan birgalikda harakatlanadigan bo'lsangiz, har biringiz 5 tadan odam yozdirsangiz, komandangizda stabilniy dohod, stabilniy komandada o'sish jarayon kuzatiladi. Ya'ni siz tezlikda Diamond Tour, ya'ni $3000 tabarobarot qilmoqchi bo'lsangiz, buning uchun shaxsiy 5 ta odam taklif qilasiz birinchi liniyangizga. Olib kelgan odamlaringizga 5 tadan odam olib kelishini aytasiz. Ikkinchi liniyada 5 ta odamingiz 5 tadan odam olib kelganda 25 ta odam bo'ladi. Endi 25 ta odam 5 tadan odam olib keladi. Bu уже sizni 3-liniyangiz bo'ladi. 125 ta odam уже jami 3 ta liniya bo'ylab yig'iladi. 125 ta hamkor $30 dan mahsulot xarid qilganda jami sizni komandaviy tabarobarotingiz $3125 tashkil etadi va siz Diamond Tour lavozimiga chiqasiz. Kompaniya tarafidan qimmatbaho termozni sovg'aga olasiz. Va bu bilan bir qatorda yaxshigina daromad topish imkoniyatini ham qo'lga kiritasiz. Kompaniyaga kelib, просто tak vaqt o'tkazmasdan qizlar tezlikda harakat qilib ishlash kerak. Masalan, siz hech kimni bilmaysizda qanaqa ishlashini. Bitta hamkoringiz kelib, bir kunning o'zida 5 ta odamini yozdirib tashlashi mumkin. Ya'ni siz kuniga 2 ta 3 ta odam, 2 kunda 5 ta odamni topadigan bo'lsangiz, sizni strukturangizda bir oyda ham bemalol Diamond Tourga chiqib olish imkoniyatini qo'lga kiritsangiz bo'ladi. Bu yerda muddat muhim emas. Bu yerda odamlarni ishlashi va kolичество juda ham muhim. Shuning uchun har bir inson daromad topishni xohlaydigan inson o'zini 5 ta shaxsiysini taklif qilib, hamma o'zi uchun 5 ta odamini olib kelsa, rivojlanish juda ham zo'r bo'ladi. Bu marketing klassika qizlar, 5 ta bilan chegaralanib qolmaymiz. Agar sizni takliflaringiz ko'payib ketadigan bo'lsa, bemalol birinchi liniyangizga odamlarni yozdirsangiz bo'ladi. Qancha ko'p odam yozdirsangiz, shuncha ko'p daromad topasiz, shuncha ko'p komandangiz o'sib rivojlanadi. Masalan, mana shu 5 talik bilan ishlaydigan bo'lsangiz ham, har kim o'zi uchun 5 tagina odam yozdirganda ham mana rezultatni ko'rib olasiz. 3 ta liniyani o'zida bemalol siz Diamond Tour lavozimiga chiqib olsangiz bo'ladi. Shuning uchun qizlar aniq maqsad sari harakatlansangiz, albatta sizda bomba natija bo'ladi.